Kompot yangi joyimga xush kelibsizlar. Bugun meni kayfiyatim judayam zo'r chunki men oila oldim. Men oila oldim va kam emas bu, ko'p oila oldim bu safar. O'shaning uchun men ishlatgim kelyapti. Keyingi safarga olib qo'yim kelyapti yana bu oilalarimni. Lekin bilmayman qanaqa va nimaga ishlatishim. Menda hamma narsa bor. Oziq-ovqat bor, uyim bor, hamma narsam bor. O'shaning uchun qayerdadir aylanmoqchiman. Akvaparkka boraymikin deyapman. Ayyo, balkim parkka boraymikin. Parkka ham borgim kelmayapti. Menda bitta zo'r g'oya bor. Mashina olaymikin. Qanaqa mashina? Mashinani nima qilaman? Uncha yaxshi ko'rmayman haydashni. Ana o'ylab topdim. Men bu uyimdan ko'chib ketaman va boshqa qishloqqa boraman. Bo'ldi, zo'r g'oya o'ylab topdim. Men balkim millionerlarning qishlog'iga boraman. Millionerlarning qishlog'ida bitta o'rtog'im bor, millioner. O'sha yoqqa borib ko'raman. Bo'ldi do'stlar, men bugun millionerlarning qishlog'iga bormoqchiman va ozgincha yashab turmoqchiman u yerda. Mana shu izimutlarimni ozgincha uy olmoqchiman arendaga. O'sha yerda ozgincha yashab turmoqchiman. Keyin ovqat olaman, telefon olaman, hamma narsa olaman, keyin yo'lga chiqsam bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, millionerlarning qishlog'iga ketdi bo'lmasam, o'sha yerda video olaman sizlarga. Ozgincha yurishim kerak emas, ko'p yurishim kerak, hammalar razminka bo'ladi menga. Mana men yetib keldim. Bekor peshkom yuraman-da. Judayam ko'p yurib oilarim olib ketdi, lekin va nihoyat mana millionerlarning qishlog'iga yetib keldim. Vau, hamma narsa oltin, almas, izimut, anita samolyot ham bor ekanmi? Mana bu samolyotni qaranglar, rostlikasam samolyotmi bu? Kapot, salom. Millioner, yaxshimisan? Yaxshi. Ko'rishga keldingmi bizani qishloqda san? Yo'q, faqat ko'rishga emas, men yashashga ham keldim. Mani izimitam bor. Uy arenda qilmoqchi edim. Uy arenda yaxshi. Izimut yoqadi bizga. Bo'lmasam ketdi uylarni ko'rib chiqaman senga. Davay, ketdi tezroq ko'raylikchi. Yaxshi, zo'r uy ekan bu. Albatta, axir bu bizning qishlog'imizning eng sentrida joylashgan. Nech pul bo'lmasam bu? 11 ta stak izimrud. Nima? 11 ta stak izimrud o'ynash boshlayapsizlar men bilan? Endi bu millionerlarning qishlog'ida kapot. Bo'lmasam boshqa uyga ketaylik. Mana shu uy bo'ladimi senga? Lekin ichkarisi uncha zo'r emas. Qani ko'rib chiqaychi. Rostdan ham uncha zo'r emas, lekin men bitta yashab tursa bo'ladi. Bu nech pul bo'lmasam bu uy? 5 ta stak izimrud. Nima? 5 ta stak izimrud bizning qishlog'imizga butun qishloqni sotib olsa bo'ladi-yu. Vashi qimmat-ku. To'g'ri kelmaydi menga. Eng arzon uyni ko'rsatgan menga. Bo'lmasam ketdi uy arzon uyni ko'rsataman senga. Mana eng arzon uy 2,5 ta stak izimrud turadi bu. Menga tekinga bersam yashamas edim bu yerda. Endi shunaqani. To'g'ri kelmaydi menga hech qaysisi. Vashi kichkina 2,5 ta stak izimtam o'yi. Nima bu yerda bo'sh hech nima yo'q. Yaqinda bu yerda millioner ko'chib ketuvdi. O'sha uchun mana shu yerda xoschalik bo'sh yuribdi. Bo'lmasam mana shu yerda uyimni olib kelsam bo'ladimi shu yoqqa? Lekin olib kelsa bo'ladi. Albatta olib kelaver uyingni bu yoqqa xohlaganingcha. Bo'ldi, bo'lmasam xos kelaman, millionerman. Do'stlar, menda bitta zo'r g'oya bor. Menga ruxsat berishlaringda bo'sh joy bor ekan, o'zim uyimni bu yoqqa olib kelaman endi. Bu yerda arendalar juda ham qimmat ekan, o'shaning uchun o'zimni uyimni olib kelaman, o'zimni ko'zing yetsammi? Hozir kelaman do'stlar. Mana bo'ldi, hamma narsa oldim, mana shu joylarga qo'yib qo'ydim. Eshikni yopib qo'yamiz. Bo'ldi, hammasini qilib oldim. Endi millionerlarning qishlog'iga olib borsangiz bo'ladi. Mana aytganim sizga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta izimrud. Bo'ldi, chiroyli qilib olib borib qo'ying, hech qaytini sindirmang. Hamma shundoq bo'lsa, ishonmay olib borib qo'ying. Mana do'stlar, men bilmas edim Minecraftda shunaqa gruzoviklar borligini. Mana buni qaranglar. Shunaqa gruzovikda uyga olib borsa bo'lar ekan. Yaxshiyamki 7 izimrud yaxshi. Men o'ylamagan edim bunaqa bo'ladi deb. Prosta men kirka bilan sindirib o'sha yoqqa borib qo'yaman deb o'ylasam, bunaqa narsalar ham chiqib ketibdi-yu. Mana 7 izimrud berdim. Endi millionerlarning qishlog'iga olib borib qo'yaylar. Arendalar juda ham qimmat ekan. Bo'pti do'stlar, borganimda ko'rishamiz. Mana bo'ldi. Sekin-sekin men bu fonarikka bormay, oltin fonarik sindirib qo'ymay, juda ham qimmatga tushasiz. Ana bo'ldi.
O kapot nima bu? Aytganimdek mani uyim. Mayli. O davay noto'g'ri qo'yib qo'ydilar deb faqat bu yoqqa qo'yish kerak edi. Davay bu yoqqa qo'ying endi. Mana bu yoqqa qo'ying. Bu yoqqa qo'ymang. Ana bo'ldi. Millioner mana uyimni qo'ydim. Yaxshimi? Yaxshi-yu, lekin bunaqa boshqa uylar bilan tushmayapti-da. Voy, albatta tushmaydi mani uyim. Almas izumutlardan masu. Mana mening uyimni ichi ham yaxshi. Menda judayam jivalli televizorlar yo'q, lekin bab yaxshi. Mayli, bo'pti, yaxshi. Yaxshi uy oddiy qishloqqa bo'laveradi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Endi shu yerda ozgincha yashab tursam bo'ladimi? Ha, albatta yashab turaver, bemalol kapot. Endi sabzada qishlog'imizga ko'chib kelganing uchun kechki ovqat qilamiz. Ovqatlar tekin yur biza bilan. O, davay. Maza qolma, lekin yaxshilamki ovqatlar tekin ekan sizlarning qishlog'ida. Albatta maza qilib yeyver. Keyin samolyotda uchamiz. Yur samolyotda uchamiz. Balkim kerak emasdir samolyotda uchish. Mana ikkita ovqatlarni yeb olayım. Bemalol yevoraver, keyin samolyotda uchamiz. Yurgin. O, ana o'tir samolyotni haydaysan. Balkim kerak emasdir, men bilmayman haydashni. O'rganib olasan, kapot. O'tirgin. Xo'p. Mayli, o'tirib ko'ramiz do'stlar. Hech qanaqa tugmalarni bu yerda tushunmayapman nimalarni. Mayli, uchib ko'ramiz. Hozir kelaman men millioner. Sekin mamlani urib kerak emas. Ana bo'ldi. Oy, namuncha bu tez. Ay, boshim aylanib ketyapti-yu. Ne bu o'g'irlayapti? Tekislab olish kerak. Nima bo'pti? Tekislab olish kerak bu samolyotda. Namuncha qiyin haydash va tez haydalar ekan. Bo'pti, qishloqqa bora qolayman, uzoq ketib qolmay. Namuncha bu qiyshayib ketgan. Voy, tushib ketishim sal qoldi. Sal teparoq ko'taramiz samolyotku bu. Davay joyiga qo'yib qo'ying. O do'stlar, mana haydash ham sal-pal o'rgan oldim. Lekin men qaylib ketishlar yomon ekan. Men buni davay joyiga qo'yish kerak. Milani qochib tur. Voy, qayerga ketib qolman? Yo'q. Nima qilib qo'ydim? Ey, kapot, nima qilganing bu? Voy, men ketdim, samolyot menga emas ekan. Ana avtoparkga ham keldik. Qolgan mashinani haydasa bo'ladi. Endi mashina haydashni bilasanmi? To'g'ri-yu. Haydashni bilasan mashinalarni o'zi? Bilaman. Haydab ko'raychi. Qaysi mashinani tanlasammikin? Men buni mashina tanlay qolay. Davay shunga o'tirib ketdim men. Qochib tur millioner. Bo'pti, men hozir kelaman sekin. Oy, qaylamiz. Ana bo'ldi. Mashinadan chiqib olsam bo'ldi, mashinadan. Lekin mashinaning rangi zo'r ekan, meni skinimga o'xshar ekan. Mana ko'k, ichi qizil. Meni skinimga o'xshar ekan, menga yoqdi. Davay hadiyamiz bo'lmasam, lekin mashina uncha yoqmadi menga. Prosta rangi yoqdi. Mana shu qishloqdan chiqib olsam, qotib qoldim-u, voy. Bu ham o'xshar mana mashina haydash. Mana millioner haqidor chiqdi-da, shu yerdan zo'r ko'rinadi qishlog'i. Xo'p, chiqib ko'ramiz bo'lmasam, mashinadan bo'lsa kerak. Adashib qolmasam bo'ldi. Qishloq zo'r ko'rinar ekan, shu yerdan tepadan. O'shaning uchun millioner meni chaqiribdi. Qani ko'raychi shu yerdanmikin. Ana kapot yetib keldik. Mana qishlog'imizni chiroyligini ko'rsang bo'ladi tepadan. Vau, rostdan ham zo'r ekan. Lekin meni uyim ko'rinib turibdi, bu yerdan emasligini. Davay menga rasmni olsanglar bo'ladi. O'zi meni uyim bu yerdan emas, u Almazdan emas, u Izunotdan emas. Mayli, borligicha ko'r qilamiz. Menga juda ham yoqdi qishloqlar, lekin millioner qishloq. Juda ham xursandman kapot yoqganda. Yaxshamki o'zim uyim bor ekan, arenda juda ham qimmat bo'lib ketibdi. Mayli, hozir ozginchalam kerak millioner. Ana do'stlar, lekin men juda ham charchab ketdim. Bugun hozir uyimga kirib mazza qilib uxlamoqchiman. Lekin men qishloqni hali oxirigacha ko'rib chiqqanim yo'q. O'tda bo'lmaganman hali. Mametta nima u? Sabzavotlar tekin. Prosta yeb ketsanglar bo'ladi. Hamma joylarni hali ko'rib chiqqanim yo'q. Mana nima basseyn deb yozilgan ekan. Qani, nima qiryapti?
Nima bo'pti? -1-qavatga tushyapmizmi? Basseyn. Voy, men basseynni qaranglar, hozir bitta sakrab yuboraman shu basseynga. Voy do'stlar,